Word'da alaylı belgelerni kıstırış. Biz yazık tahrirlagan vaqtimizda asosliq harflarni, ya'ni bizningki mazmunimizni knopka taqsidan kirgizamiz. Ammo bir qism alohida belgilarni knopka taqsidan bevosita kirgizishga bo'lmaydi. Ya'ni knopka taqsi faqat cheklik ko'p ishlanadigan harflarni kirgizgili bo'ldi. Bundaq belgilarni qistirish uchun Word'da ayrim miqdor ta'minlangan. Buningdan bayonida biz boshqa belgilarni mo kirgiza olamiz. Amaliy misollar orqali ko'raylik. Masalan, knopka taqsidan kirgizgili bo'lmaydigan, lekin yozmamizga ehtiyojli ba'zi belgilar. Pulning oldidagi belgi, dollar belgisi, ya'ni dollar belgisi ko'pincha knopka taqsi chiqsa, ba'zi kirgizgichlarda chiqmaydi. Yoki bo'lmasa formulalarda ishlatadigan belgilar, ya'ni pi, omega, delta deganga o'xshash. Bundaq belgilar. Ya'ni uningdan boshqa xat nusxasida mavjud, lekin knopka taqsidan kirgizgili bo'lmaydigan belgilar. Buni qistirish uchun biz qistirish tizimligini olsak, buning ichida belgi deb bir tur bor. Buning ishiga qaraydigan bo'lsak, bir qism alohida belgilar ta'minlangan. Masalan, omega, yuan, ya'ni xalq puli belgisi, tovar markasi, nashr huquqi belgisi deganga o'xshash. Bu belgilar tekst tahrirlaganda lozim bo'ldi. Yana ko'paytirish, bo'lish belgilari deganga o'xshash. Bularni imtihon savol chiqargan yoki ba'zi formulalarni yozgan vaqtimizda buni qistirib ishlatamiz. Buni bevosita qistirsak bo'ldi. Ya'ni buni odatda tekstninki ishiga bevosita yozg'ili bo'ldi. Masalan, men oyig'imni 200 yuanga oldim. Masalan, bu bir jumladagi oldi bilan xat nusxasini o'zgartirib olaylik. 200 yuan degan pul. Buning oldiga biz xalq pulining belgisini qistirmoqchi bo'lsak, bu yerni belgini besib, bu belgini qistirsak bo'ldi. Yana xohlasak, buni oldiga yo'tkab qo'ysak bo'ldi. Yani biz buni qistirish maqsadiga yetdik. Undan boshqa yana bir jumla yozib sinaylik. Biz ishlatmoqchi bo'lgan qarshilikning qimmati 210 bo'lishi kerak. Buning keyniga biz qarshilikning belgisi ohmni qistiraylik. Masalan, ohm 210. Yani buni keyniga o'tkaylik. 210 bo'lishi kerak. Buningga o'xshash. Undan boshqa yana nurg'un belgilarni qistirish bo'ldi. Bu yerda ta'minlangan, ya'ni cheklik belgilar. Hamda bu yerda yo'q belgilarni qistirmoqchi bo'lsak, boshqa belgilar deganni tanlasak, biz xat nusxasida bor har qanday belgilarni qistira olamiz. Masalan, bu yerda ko'ringan. Biz buning ichidan xat nusxasini ichidagi qolgan rayonni tanlab bersak bo'ldi. Masalan, latincha qo'shimcha, latincha rayon yoki biz boshqa xat nusxasini tanlaylik. Masalan, Arial xat nusxasi. Transkripsiya belgilari. Masalan, bu yerdan biz maqolamizga kerakli transkripsiyalik belgilarni tanlab kirgizsak bo'ldi.
yoki İbrancha harflar, İbraycha, Arabcha harflar, yani Uyg'urcha harflarmi mushu rayondan chiqadi. Geometriyalik shakllar, masalan har xil shakllar bor. Mushularni tekstimizga qistirib ishlatalaymiz. Masalan, quyosh belgisini tekstimizga qistirib ishlatmoqchi bo'lsak, bu yerni tanlab qo'shish cheksak yoki bo'lmasa tanlangandan keyin qistirish belgisini bossak, bu tekstimizga qistiriladi. Yani men qo'sh chekib birini, qistirish knopkasini bosib birini, yani ikki dona harfni qistirdim. Yani boshqa belgilar deganga o'xshash. Endi yana bir alohida ehtiyoj, biz Uyg'urcha tekstlarni kirgizgan vaqtimizda bu avtomatik bog'lanib mangdi. Yani yolg'iz bir harfni kirgizsak, buningki yolg'iz shakli yoziladi. Lekin bizga ba'zida til tadqiqotiga doir maqolalar yoki imtihon savoli yoki darsga tayyorlagan vaqtimizda Uyg'ur tiliga munosabatlik Uyg'urcha harflarninki baş, o'ttira, oyoq yolg'iz shaklni xolgan birini yozishga ehtiyojimiz shuda. Bunda vaqtimi shu qistirish usulidan foydalanib harflarning xolgan bir shaklini qistirib ishlatalaymiz. Masalan, men yangi bir qurg'a T harfininki o'ttir shaklini qistiray. Yani men buni bir jumlaning ichiga ishlatay. T harfining o'ttir shakli mundaq yozildi. Yani bunun xat nusxasi Uyg'urcha olsun. Bu yerga odatda biz T yazsak bunun yolg'iz shakli yoziladi, lekin biz o'ttir shaklini yozmoqchi. Shunga bu vaqtda biz bu yerga nur belgini ekib turib qistirish tizimligini tanlaymiz. Uningdan keyin belga tizimligini bosamiz, boshqa belgilar. Undan biz o'zimizningki Uyg'urcha xat nusxasi, masalan, Al-Katib Tortom buni tanladik. Buning ichidan Uyg'urcha harf bor rayonga kelamiz. Yani bununkida asosiy rayon va kengaytirilgan rayondagi barliq harflar bor. Bular asosiy rayon, yani yolg'iz shakli ko'rindi. Unda buning kengaytirilgan rayonini qarasak, harflarninki har xil shakli bor. Masalan, Ç harfi desak, yolg'iz, oyoq, bosh, o'ttira deganga o'xshash. Biz T harfining o'ttir shaklini qistamoqchi. Yani bu yerdan T harfining o'ttir shaklini topdik. Qistirish knopkasini bossak, bu qistiriladi. Endi bu ko'zdagini taqib olsak, yani buningga o'xshash. Bizningki jumlamiz to'liqlandi. T harfining o'ttir shakli mundaq, yani o'ttir T shaklida yoziladi. Yani bu Word'da har xil alohida belgilarni qistirish usuli.